Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. Bugun jang san'ati muxlislari tarixiy voqeaga guvoh bo'lishadi. UFC ilk bor Oq uy hududida turnir tashkil qilmoqda. UFC Freedom 250 deb nomlangan ushbu shou Washingtondagi Oq uy maydonida bo'lib o'tadi va bu UFC tarixidagi eng noodatiy hamda eng ko'p tomosha qilinishi kutilayotgan turnirlardan biri hisoblanadi. Asosiy jangda yengil vazn chempioni Ilya Topuria vaqtinchalik chempion Justin Gage bilan kamarlarni birlashtirish uchun oktagonga chiqadi. Bu jang millionlab muxlislar kutayotgan to'qnashuv bo'lib, ko'pchilik uni yilning eng katta janglaridan biri deb atamoqda. Kechaning ikkinchi markaziy jangida esa Alex Pereira og'ir vaznga ko'tarilib, Cyril Gane bilan to'qnash keladi. Agar Pereira g'alaba qozonsa, UFC tarixida 3 vazn toifasida chempion bo'lgan ilk jangchiga aylanishi mumkin. Turnir 14-iyun kuni soat 20 da boshlanadi. Bu Toshkent vaqti bilan 15-iyun tongi soat 05:00 ga to'g'ri keladi. Dastlabki janglar esa undan oldinroq start oladi. Qiziq tomoni shundaki, turnir uchun Oq uy hududida maxsus arena va oktagon qurildi. Tashkilotchilar bu UFC tarixidagi eng katta va eng tomoshabob loyiha bo'lishini aytishmoqda. Do'stlar, ushbu tarixiy UFC turnirining jonli efirini bizning Sport Telegram kanalimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Kanal havolasi video tavsifida qoldirilgan. Videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va fikringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Ko'rishguncha.